Menga qara. Mana shu chang joylarga nimaga olib kelding meni? Dadajonisi, mana shuchi Gulobod Avenue uylari. Bildingizmi? Men o'z ko'zingiz bilan ko'ring, mana shu yerdan uy olib bering deb keldim. Xo'sh, nima qilish kerak? Endi mana gapdagi xotinlar bor-ku. Xo'p. Ana shular bilasizmi nima deyishdi? Ha. Mana shu yerda uy olganlarni-chi, yangi boylar deyishayotgan ekan. Ha bizani ham yangi boylardan qiyirimiz kam, dadajonisi. Bitta o'g'lingiz Amerikada ishlasa, bittasi Isroilda ishlasa, ha, uy olsak yomonmi? Xo'p, shu yerdan uy olish kerakmi? Ha. Senda tinchliksanmi? Ha. Dam olishga ketmaysanmi? Yo, menga dam olish ham kerak emas, olib bergan kiyimlaringiz ham hech narsa kerak emas. Birinchi o'rinda menga uy olib bering. Dadajonisi, mana shu yerdan uy olsak bilasizmi? Hamma narsasi bor. Voy, mana bolalar bog'chasi bor, maktabi bor, mashina qo'yadigan joylari bor, aylanadigan do'konlar, hamma narsasi bor. Voy dadasi, yana esimdan chiqdi. Agar kim mana shu yerdan oladigan bo'lsa, birinchi oladiganlargacha sovg'alari bor ekan. Cobalt mashina, Damas deysizmi, maishiy texnikalar deysizmi, xolodilnik, televizor deysizmi, iPhone telefonlar deysizmi. Agarchi yana chegirmalar ham bor ekan birinchi olganlarga. Keyin 100 milliondan 300 milliongacha ekan chegirmasi. Tushundingizmi? Ha biz ham olaylik shundan. Ma'muriyatni qayerda bilasanmi? Bilaman. Boraylik. Demak, olib berasiz, Ha. aldamayapsizmi? Yo'q. Voy dugonalarim oldida gapdagilar oldida maqtanadigan bo'ldim. BBS Holding. Nurli kelajak sari.